Shu orada aytib o'tishim kerak, o'zim ham sotuv sohasiga kirishdan oldin stroykada ishlaganman masalan. Studentman-ku, o'qiyman-ku deb beg'am yuradi. Hech qanaqa unga e'tirozim yo'q, qarshiligim yo'q. Bu gap tegib ketmasa kerak. Sotuv sohasi men uchun juda katta bosqich bo'lgan. Oldingi videolarda aytib o'tganimizdek 57 yoshli shogirdlarimiz ham bo'lgan. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli ijtimoiy tarmoq ahli. Yana men o'sha Babayb Xudoyor. O'sha gap kommentariya ochiq. Savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Agar videomiz orqali sahifamizga yoritayotgan mavzularimizga qiziqishdan bo'lsangiz, qiziqish uyg'ongan bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Bugungi mavzuimiz nima haqida bo'ladi? Bugungi mavzuimiz sotuv sohasi kimlar uchun, ekstravertlar, introvertlar haqida va u insonlarning sotuvdagi rezultatlari haqida. Birinchi savolga qaytadigan bo'lsak, sotuv sohasi kimlar uchun? Sotuv sohasi eng avvalambor hayotini yaxshi tarafga o'zgartirgisi kelgan insonlar uchun. Bularga kimlar kiradi? Qora ishdan zerikkan insonlar, ya'ni stroyka, aytaylik, taksist, kuryerstvo va hokazo, ya'ni jismonan mehnat qilib pul topadigan va jismonan mehnatdan charchagan insonlar uchun. Shu orada aytib o'tishim kerak, o'zim ham sotuv sohasiga kirishdan oldin stroykada ishlaganman masalan. Sotuv sohasi men uchun juda katta bosqich bo'lgan. O'ylaymanki, to'g'ri foydalandim deb hisoblayman. Bundan keyingisi, ishsiz yurgan insonlar, davlat ishida ishlaydigan, doimiy ishi bor, lekin ishidan qoniqmaydigan insonlar uchun. Chunki sotuv sohasida shunaqa jihati borki, har bitta klient individual. Har bir klientga alohida podxod, har bitta klientga alohida tayyorgarlik kerak. Shuning uchun ham bu ishda inson zerikib qolmaydi. Har bitta klient yangi inson, yangi shaxs. Har bittasiga alohida tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, shuning uchun umuman zerikilmaydi. Va yana bir toifa insonlar, bu soha studentlar uchun juda qulay. Chunki bizning kasbimizda 5 million, 10 million topishingiz uchun soat 8 ga kelib 8 ga o'tirishingiz yoki 6 kun to'liq smenada ishlashingiz shart emas. Call centerimizda, bozorda boshqa call centerlarda ham studentlar uchun ham yarim stavka ishlar juda ko'p. Yoki moykada o'g'il bolalar bo'lsa, yoki eng ko'p ishlaydigan joy ofitsiantlikda ko'p ishlaydi. Da, mehnati halol bo'lsa, noningni ko'chada yeydigan gap bor. Hech qanaqa unga e'tirozim yo'q, qarshiligim yo'q. Prosta gap shundaki, siz ofitsiant bo'lib turib, siz moykada ishlab turib, men o'zim ham student paytimda moykada ishlaganman, ma'lumot uchun. Hech narsa o'rganmaysiz, hech narsa o'smaysiz. Endi hech qayerda garantiya yo'q, siz o'qishingiz tugatgandan keyin 10 millionlik, 15 millionlik ish kutib turibdi degan. O'qib turib sotuv sohasida ishlasangiz, siz parallelni 2, ya'ni o'zingizni o'qishingizdan tashqari yana bitta sohani o'rganasiz. Ham pul topasiz. Mabodo o'qish tugatganingizdan keyin ishsiz qolib ketsangiz, sotuv sohasida davom etsangiz ham, o'sha tayyor opitingiz bor, tayyor karyerangiz bor. Shunday ekan, bu kasb deyarli barchaga to'g'ri keladi. Yosh chegarasi yo'q. Oldingi videolarda aytib o'tganimizdek 57 yoshli shogirdlarimiz ham bo'lgan. Eng asosiysi gapirishingizda, nutqingizda kamchilik bo'lmasa bo'ldi. Bu gap tegib ketmasa kerak. Yana bitta toifadagi insonlar, ya'ni jismonan imkoniyati cheklangan insonlarga ham juda qo'l keladi. Ayollarimiz uchun, bolaliman, uydan chiqa olmaydigan ayollar uchun hozirgi kunda udalyonniy sotuv menejerlari juda aktuallashyapti hozir. Umumiy qilib aytganda, sotuv sohasi hamma uchun to'g'ri keladi. Endi yana bitta sizni xursand qiladigan ma'lumot, sotuv bo'yicha ko'nikma har bir insonda ma'lum bir miqdorda bo'lar ekan. Misol tariqasida xolalarimiz yoki onalarimiz qudalikka borgan paytda qanaq maqtaydi misol uchun. Bu ham bir sotuv mahorati-da. Chinosa yoki qizlar yigit tanishgan paytda yigit chiqadi, men ichmayman, chekmayman, sizdan prinsessa qilaman, bu hammasi sotuv mahorati aylanib kelganda. Prosta biz buni ba'zi bir paytda o'zimiz bilmagan holatda ishlatamiz. Xo'p, mavzu davom etamiz. Insonlar ikki turga bo'linadi: ekstravertlar va introvertlar deb. Ya'ni ekstravert degan insonlarimiz bu ochiq yorqin, muomalaga tez kirishadigan, sho'x insonlarni ekstravert deydi. Introvert degan takoy, kam gap, borib gapirmasangiz gapirmaydi o'zligidan, jimlik yaxshi ko'radi, yolg'iz yursa ham yuraveradigan, ya'ni yopiq insonlar deyiladi. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, men o'zim asli tabiatim introvert. Ya'ni men ishim lekin ekstravertlik talab qiladi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsam, men o'zim asli tabiatim introvertman. Jimlikni, bitta o'zim qolib kitob o'qisam yoki prosta
nimadir ko'rib yoki shunchaki mashinaga o'tirib uzoq yo'lga bitta o'zim chiqishni yaxshi ko'raman. Lekin ishim mendan ekstravertlik talab qilgani uchun ish paytimda, ishimga aloqador joylarda yoki ish bo'yicha yurgan paytlarimda mendan ekstravert odam yo'q. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Siz ekstravert bo'lasizmi, introvert bo'lasizmi, farqi yo'q. Sotuv ko'nikmasini o'rganib olsangiz, ekstravert ham, introvert insonda ham bir xil imkoniyat. Ba'zi bir naborot ekstravert insonlar bor. Hayotda ham sho'x, kirishuvchan, ko'p gapiradi, lekin sotuvda sal qaramat qilib qoladi. Chunki unaqa insonlar ba'zi bir payt uchrab turadigan xato, men ko'p gapiraman, sizlar sota olaman deb o'ylaydi. Shu orada sotuvchilar ham ikki xil toifaga bo'linadi. Kimdir ko'p gapiradi, kam sotadi, kimdir kam gapiradi, ko'p sotadi. Misol uchun o'zimning shogirdlar bor edi, Charos degan qizimiz bo'lardi. Yoniga kelib quloq tutmasangiz nima gapirayotganini eshitmaysiz. Lekin haftasiga 5 million, 4 million, 3 million topadi. Ertalab qandoq kelsa, kechga shundoq ketadi. Charchamagan, spokoniy, energiyasi joyida. Endi Umida degan qizimiz bo'lardi, birinchi ish boshlagan paytda. Islom degan ukamiz bo'lardi. Ovozi yer yoradi. Qo'shni xonadagilar ham o'tira olmaydi. Klient shunaqa darajada baqirib gaplashadi, lekin soat 3 dan keyin, 4 dan keyin yoki ishdan keyin shunaqa charchab energiyasi yo'q ketadi. Lekin ular ham zo'r pul topadi. Ya'ni nima demoqchiman? Ekstravertmisiz, introvertmisiz? Возможность bir xil. Sotuv ko'nikmangiz qanchalik ko'p bo'lsa, sotuv shunchalik yaxshi bo'ladi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Diqqat qilib eshitganingizdan xursandman. Keyingi mavzularda, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.